Kanada turistik vizasiga hozir topshirmang. Assalomu alaykum. Kanada turistik vizasiga shu kunlarda topshirishni reja qilayotgan do'stlar. Hozirgi kunda Kanadaning aynan turistik vizasiga topshirmay turganingizni maslahat bergan bo'lardim. Nima uchun? Sabab Kanada elchixonasining O'zbekistondan topshirilayotgan viza hujjatlariga nisbatan ishonchsizlik ortgan. Shu sababdan atkazlar, ya'ni viza berishni rad qilish holatlari keskin ko'payib ketgan. Buning o'rniga hozircha viza tarixingiz, ya'ni portfoliongiz ustida ishlashni, rivojlantirishni do'stona maslahat berib qolgan bo'lardim. Ijtimoiy tarmoqlarda vizani tasdiqlanish holatlari aks ettirilgan videolarga ko'p ham ishonmang. Aslida parda ortidagi rad etilgan vizalar soni qanchalik ko'p ekanligini bilmaysiz. Viza tarixingizni rivojlantirish niyatida bo'lsangiz, bizning ofislarga tashrif buyuring. Bizning mutaxassislarimiz sizga bepul konsultatsiya ko'rsatish va maslahatlarini berishga doimo tayyor. Salomat bo'ling.